Bismillahirrohmanirrohim. Ko'pchilik insonlarning boshidan o'tgan va ba'zi bir insonlarni juda bir qiynagan masalalarning biri bu qarz masalasi. Aziz birodarlar, olimlarimiz aytadi, agarda insonni imkoniyati bor bo'lsa, ya'ni imkoniyati bo'lsa degani ba'zi vaqtda to'g'ri, siz bir ish qilayotgan bo'lsangiz, u ishni qilishga pulingiz yo'q. Lekin sabr qilishga imkoniyat bor. Buni ham imkoniyat deb aytamiz. Agar sabr qila oladigan bo'lsangiz, qarz olmaslikka harakat qiling. Tarix kitoblarida keladi, Abdurrahman bin Avf radhiyallohu anhu boy bo'lganining sababi qarzga hech narsa sotmagan ekan va qarzga hech narsa olmagan ekan. Qarzga sotmaymiz va qarzga olmaymiz. Ya'ni qarz masalasi bu insonni qiynab qo'yadi. Sababi arablarda ham bir so'z borda. Al-qarzu miqradul mahabba. Qarz berishlik, qarz bu muhabbatni qaychisi. Ba'zi bir holatlarda qarz katta bir muammolarga sababchi bo'ladi. Xo'p, endi ba'zi bir insonlar qarzdan qiynalib yurgan bo'lsa, bunga ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qarzdan qutulishning yo'llarini o'rgatib ketgan. Bugun inshaalloh o'sha duoni o'rganamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi, qaysi inson quyidagi duoni o'qiydigan bo'lsa, uni boshida qanchalik qarzi bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo qarzdan chiqaradi. Qarzidan qutqazadi. Va boshqa bir rivoyatlarda keladi, tog'dek qarzing bo'lsa ham shu duoni o'qigin, inshaalloh barcha qarzlaringdan qutulasan degan. Boshqa bir rivoyatda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda keladi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, qaysi inson juma kuni shu duoni o'qiydigan bo'lsa, inshaalloh yanagi jumagacha Alloh subhanahu va taolo bo'ynidagi qarzlardan qutultiradi degan payg'ambarimizning so'zlari bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayapti, 70 marotaba. O'sha hadisda keladi, 70 marta o'qishligi kerak. Keyingi masala qaysi vaqtda o'qishligi kerak degan savol bo'lishligi mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda tahdid qilmadi. Ertalab, namozdan keyin, farz namozdan keyin, asrdan keyin degan vaqt yo'q. Imkon qadar qaysi vaqtda vaqtingiz imkoniyatingiz bo'lsa, o'sha vaqtda duoni o'qing, 70 marotaba o'qing. Inshaalloh Alloh taolo barcha qarzlardan qutulishlikka yordam beradi. U duo quyidagicha: Allohumma kfini bihalalika an haramik va aghnini bifadlika amman siwak. Shu duoni har birimiz o'qiylik va qarzdan qiynalib turgan insonlarga, yaqinlarimizga va barcha musulmonlarga shu duoni o'rgataylik, toki ularga ham Alloh subhanahu va taolo yordam bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.